Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan top 3 ta cheat yozishni men sizlarga o'rgataman. Mana birinchi cheatimiz komanda blok bo'ladi. Men hozir sizlarga bu komanda blokni qanday olishni o'rgataman. Birinchi bo'lib chatga kirasizlar. Yozasizlar. Egrisizcha. Do'stlar buni cheatni sizlar chiqarmanglar, chunki bu cheat komanda blokni olishga kerak bo'ladi. Joy tashlaysizlarda. Buni nomini menga bilmayman. Xullas shuni olasizlarda bir komand pasizcha blok deb yozasizlar do'stlar. Do'stlar, aynan mana shu cheatni yozinglar. Bo'lmasa sizlarga komanda blok bermaydi do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana komanda blok. Mana shuncha komanda blok ko'ryapsizlar do'stlar. Shu cheatni sizdan chiqarmanglar. Bu birinchi cheatimiz, birinchi o'rganadigan cheatimiz bo'ladi. Ikkinchi cheatga o'tamiz do'stlar. Hozir bizlar bugun ikkinchi cheatimiz shunday bo'ladi. Biz mana shu oddiy World olamiga, shu oddiy dunyoga Ender Dragonni chaqiramiz. Ender Dragon do'stlar. Men ko'rsatgan cheatni o'zini yozib olinglar, chunki boshqa cheatda bu Ender Dragonni chaqirib bo'lmaydi do'stlar. Joy tashlaymiz. Do'stlar, o'zlaring ham qanday cheatlarni bilasizlar? Buni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Men o'sha cheatlarni video qilib chiqaraman do'stlar. Oramizda agar Minecraft o'ynaydiganlar bo'lsa. Do'stlar, aynan mana shu cheatni yozasizlar va sizlarga sizlarning olamingizga Ender Dragon paydo bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy Ender Dragon. Men bilmasdan ikkita chaqirib o'rganman do'stlar, hammaysizlar. Bu cheatimiz ham o'xshaydi do'stlar. Albatta sinab ko'rishinglarni maslahat beraman do'stlar. Biz endi 3-cheatimizga o'tamiz. 3-cheatimiz bizga effekt beradi. Bu qanday effektligini hozir ko'rib olasizlar do'stlar. Effekt joy tashlaymizda. Pasizcha va post joy tashlab do'stlar 10.000 yana joy tashlaymizda 255 deb yozsalaring do'stlar, bizga banatga sakrash effekti beriladi. Do'stlar, hozir sakrab qo'ymaslik kerak. Avval biz sut olamizlar. Sut nima kerak desalaring, hamma bilsa kerak, o'zi Minecraft o'ynaydiganlar sut hamma effektni o'chirishga o'rganadi. Mana do'stlar, qo'shildim hozir. Qaranglar. Mana ketdi shu bilan. Do'stlar, bizdan sut effekt oldi. Do'stlar, ko'rishinglar mumkin, banatga sakrash effekti. Bu endi qachon tushaman bilmayman. Xullas do'stlar, hozirga tushiraylik, sizlar bilan xayrlashamiz. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsalaring obuna va like tugmalarini bosib qo'yishni sizdan chiqarmang, chunki bizga yaqin 10 ta bo'lish niyatimiz juda ham katta do'stlar. Bu niyatimizni faqat sizlar amalga oshira olasizlar. Biz yozgan cheatlar sizlarga yoqqan bo'lsa kommentariyada yozib qolib, ko'proq do'stlaringizga tarqatinglar do'stlar. Kanal rivojiga yordam beringlar. Like va obuna tugmalarini bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang do'stlar. Hammaga xayr va sog' salomat.